Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 18. 4-yanvar 2026-yil. Sizlar mana shunday qilib soatlarni aytmasanglar ham chislosini qo'yib qo'yinglar. Hech bo'lmasa ko'rsatuvinglarga, axborotlarga, mana axborot aytyapti, u qiladi. Indamay chiqishadi. Bugun deydi, ertaga deydi. Qachon gapiryapti? Bu qachongi gap bilib bo'lmaydi. Amerikani prinsipida bu. Amerikaliklar ular bir 10 yillik Vyetnamda urushgan haligilar bombit qilganlarni olib borib Rothschildlarga ko'rsatib, mana biz mana sayrni SSRni bombit qilib kelyapmiz deb ko'rsataveradi. Ularda ham aql yo'q-ku, aytmaydimi? Bu qachongi bu? Qani seni bu chislalaring yo'q-ku demaydi. Bu so'ruvni odamlari o'sha haligilarda yevreylarda aldab yuribdi, yevreylar, yahudiylarda. Yahudiylar ham u yoqqa bu yoqqa borishga qo'rqaveradi. Uncha yerga boravermaydi. Ammo lekin dunyoning hamma burchagida anosi bor, agenti bor. Mana Yulduz Usmonova qaytarib olib keldi-ku, O'zbekistonga kelib qoldi-ku. Olib keldi, mana uy olib berdi. Bu ham haligi agent bo'ladi. Bu O'zbekistondan informatsiya berib turadigan. Bilmasdan hammasi ketibdi. Mana Isroilda bombit qilgani bahona bo'ldi, bu yoqqa keldi. Mayli, endi yashab yursin. Ular endi kamchilik nima qila olardi? Bo'ldi, bizga mana shu yaxshi, tinchgina yuraylik. Qolgani o'lib ketmaydimi deydi bular endi. Ozchilik bo'lgandan keyin. Rossiyada qanchalari qirilib ketdi-yu. Bular ammo bir-birini poddershka qiladigan insonlarda bular. Poddershka qilishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga bularga teng keladigan millat yo'q dunyoda. Juda bir-biriga mehribon. Qayerda bo'lsa topishib oladi-da, hammasi bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Hech qachon bular bir-birini ko'tini kavlamaydi. Mana bu O'zbekistonda, Qirg'izistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda o'zining millatida endi bu yerdan hech qayerga bormaydi, ular ham yurmaydi. Faqat boshqa qiladigan ishi yo'q. Bir-birini qo'lida cho'pak bor-da, ish qilib, qo'lida cho'pagi bo'lardi. Mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuradi. Endi men nima demoqchiman? Sizlarga men juda ham ajoyiblarni aytaman hozir. Rossiya mana ko'rdi. Checheniston bilan urushib ko'rdi. Checheniston bilan maqtandida chechenlar ham bir payt chechenlar aytganki, biz bir sekundda Rossiyani bosib olamiz degan. Yo'q, degan. Biz Hazbulat bor dedi. Biz Hazbulat bor dedi. Yevreylarga o'xshab bitta qo'shilib yevreyda qayerda bo'lmasin o'sha dohiyni ichida bitta yevrey yahudiy bo'ladi baribir. Chunki ular juda gрамотный-da. Mana endi Hazbulat bo'lganda chechenlar juda hovliqib ketdi. Polni bir egalik qilib oldi bir paytlar. Bu qachon edi? Bu Soyuz vaqtida raspadga sal oz qolgan paytlarda shu chechenlarga aytdi. Biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz, dollar bilan обеспечивать qurol beramiz. Bosib olasizlarmi Rossiyani? Gap yo'q dedi. Bir payt yana kim bu Chechenistonga Putinni o'zi borib o'sha yerda boshqarib, hammasini haligi uni otasi Qadirovning otasi Ahmad og'a qo'y endi yenga olmaysan Rossiyani, ovora bo'lma deb chechenlarni qaytardi orqaga, yana to'xtatdi. Putin borib o'zi qirib tashladi, hamma nimalarni ushladi, hovliqib yurganlarni hammasini ushladi. Ana undan keyin qo'l kelmadi. Ana ular Amerika tan berdi. Bo'lmas ekan deb. Ana undan keyin buncha yillar o'tdi-da, undan keyin Ukrainaga aytdi-da, "Voy, O'zbekistonni bosib olamiz" dedi. O'zbekistonga juda ko'p joylarni qilib qo'ydi, tayyorlab qo'ydi, hamma ularni qildi. O rejalarni tuzib qo'ygandi, xullas O'zbekistonni olamiz. Men undan keyin Baydenga aytdim, Bayden dedim, ovora bo'lma senga bu yoqqa kelib, baribir hech bola qila olmaysan dedi. Sen bosib olgan taqdiringda ham dedi, biz bilan qo'shib turib seni bombit qilib tashlaydi Rossiya. O'zbekistonni ag'dar to'ntar qilib tashlaydi dedim. Ana undan keyin mana shuni ekspertiza demaydi. Meni ekspertizaga olib borganda ham 2025-yil 17-iyul kuni ham ekspertizaga olib borgan paytda men shu gapni aytganman. Yozuvlarni ham ko'rsatdim ekspertiza. Mana Ukrainani shunaqa bo'ladi. Men qaytardim Baydenni. Sen ovora bo'lma, hech qachon ola olmaysan. Bu Rossiya seni bizga qo'shib turib mayda. Ukrainani o'zi qilib qo'ymoqchi edi biz shu yerda. Keyin undan keyin
Ha dedi, bu chol dedi, to'g'ri aytyapti dedi. Davay dedi. Poroshenkoga aytdi. Urushasanmi dedi. Qo'rqmaymiz, urushamiz dedi. Qurolni ber dedi. Ana keyin boshlandi, 14-kun boshlandi. 14-dan keyin Poroshenko lataligini qilgandan keyin Zelenskiyni olib kelib qo'ydi. O'zini Yibreyni olib kelib qo'ydi. Endi keyin mana shuncha urushdi bo'lmadi. Mana yaqin kunlarda ular Sputnikdan qarab turdi. Undan keyin hamma yoqda tekshirib turdi. Ana ular raza yer osti tunnellari borki, o'shalarga joylashdi. O'shalarga joylashgandan keyin ular bilib turibdi. Shu nima qilsa qilaveradi, Sputnik orqali kirib turdi. Kirib raza joylashib, yana davay olib hamma kompyuterlashtirdi. Knopkalarni bosganda raketalar uchadigan qildi, hammasini tayyorladi. Ana undan keyin bular hammasi sezib turdi, Rossiya sezib turibdi. Bu uni Putin ham bilmaydi, boshqasi ham bilmaydi, mudofaa o'zi biladi taktikasini. Bular hech kimga ma'lumot aytmaydi, tayinli bo'ladi haligi. Juda xufiyona, maxfiy bo'ladi. Ana shularni paylab turdi. Rosa ish endi boshlaymiz deganda, yaqin qolganda hamma qurollar bilan, bunkerlar bilan gumburlatib tashadi. 50 metr chuqurga sanchilib tushib, o'sha Iskandarlar hammasi qirib tashadi, qolmadi. NATOning odami ham, quroli ham qolmadi. Ana undan keyin yana 1 oy, 2 oy, 3 oy, bu hozir 3 yilmi bo'ldimi, 4 yil bo'lyaptimi? Mana shundan keyin yana ular paylashni boshladi. Yana boshqatdan tunnellarga ular o'qildi, hamma yo'lda qildi. Yana Angliya, Fransiya, ular boshqa, Daniya, Maniyalar hammasi yordam berdi. Yana olib kelib, yana qilamiz deganda yana gumburlatdi. Areshnikini qildi, yana gumburlatdi. Ana undan keyin yaqinda 31-dekabr kuni yana karabillarini ham cho'ktirib tashladi. 3 milliard dollarlik ikkita esminsi haligindaqa raketa nasets karabillarini cho'ktirib yubordi. Undan keyin yana tunnellar zo'rg'a 1 yillab qancha tunnellar qilib, yana moslashtirib, knopkalar bilan juda ko'p raketalar uchiramiz Moskvaga degan joyda yana gumburlatib poylab turdi. Yana o'shanaqangi andaqalarini nomini hozir esimdan chiqardim. Yana bir Arshnidan zo'rlarni chiqadi. Yana tunnellarning hammasini Sputnikda ko'rib turibdi ular. Gumburlatib tashatdi. Ana keyin yengili tamom hech bo'lasi qolmadi ularda. Qurol ham hech bo'lasi qolmadi. Qolmagandan keyin bo'ldi endi dedi Bayden. To'xtatamiz endi dedi. Buni yenga olmadik dedi. Ana u kapitulyatsiya qildi Zelenskiy. Tamom dedi. Ana undan keyin o'sha 31-kuni juda zo'r ish qilmoqchi edi. Ulardan oldin qilib qo'ya qoldi-da. Endi nima bo'ldi? Endi alam qilgandan keyin bu endi Amerika nima dedi? Maduro mana u Venezuela Hugo Chavez ilgarigi nimasi, ana u prezidenti. Undan keyin Maduro bo'ldi. Hugo Chavezni o'ldirdi zaharlab. Maduro bir narsa degani prezidentida uni bir payt bular narkotik bilan shug'ullanyapti, Amerikaga narkotik olib kiryapti deb haligi paylashib yurib, prezidentini xotini bilan ikkalasini xuddi haligi Saddam Husaynga o'xshab Amerikaga olib borib oldi, ushlab. Qamoqqa olib, qo'l oyog'ini baylab, olib borib, endi so'roq savol javob qilib, buni sud qilamiz biz deyapti. Mana bu Amerikani bir kichkina davlatlardan qo'rqmaydi u. O'shunaqa quroli yo'q, hech nimjon, shunaqa kichkina davlatlarda endi sekin shu maydalayveradi. Yana Rossiya u yerga qurollarini olib borib qo'ygandi, ularga bomba tasha olmadi, lekin ularni bambit qila olmadi. Boshqa tomonlarni bambit qildi-da, mana Rossiyani qurollarini ham yo'q qildik deb maqtanyapti yerda. Shunaqa ishlarni qilyapti. Mana endi shu bechorani ikkitani eng nozik anavni ko'ryapsanmi demoqchi endi. Bizga ham anaqa shama qilyapti. Qizim senga aytaman, kelinim seni ish qilyapti. Senlar biz aytganini qilmasang, mana shunga o'xshatamiz, Venesuelaga o'xshatib qilamiz, O'rta Osiyoga kelib, yo Qozog'istonni yo qila olmaydi. Padariga mingnalat. Qila olmaydi ular. Qo'lidan kelmaydi. Bu yerda enolov bor, Rossiyaning enolosi bor. Bu undan ham zo'rlarni qilib qo'ygan hozir. Tutatib tashlaydi, Kapchonni qilib tashlaydi. O'sha tutunni ichidan kelishadi, kelsa ham. Mana undaqa qilib tashlaydi.
o'ylamanglar sizlar, o'ylamanglar bu yengadi deb. Mana endi esirni qabul qilgandan keyin Xitoy o'ylanib qoldi. Bu O'zbekistonda endi nima qilamiz ekan? Endi qanday qilamiz ekan endi bu esirni boshlaverdi-yu. Biz alohida o'zimiz mustaqil davlatmiz. Lekin 15 ta davlatni yana qo'shib olyapti-ku. Esir tashkil qildi ana bu yangi pul chiqardi. O'zining rubli eski rubl ham ketdi. Endi pul tarqatadi 15 ta respublika pul tarqatadi. Endi biz nima qilamiz degan bosh qatib qoldi. Ularda Belarusni ruslar aql bilan ish qiladi. U birovni puli bilan yashagandan keyin u mustaqil emas u. Amerika yana pul ishlab beryapti. Ona Pribaltikaga pul ishlab beryapti. Ruminiya, Polshalarga o'zini pechatlab kelyapti. Ona nima? Sen xohlasang senga dedi mana Qirg'izistonga ham o'sha pulini pechatlab kelyapti. Qozog'istonga ham tengesini pechatlab kelyapti. Turkmaniston pulini pechatlab kelyapti. Ularda nima deb maqtanyapti. Biz hozir Ukrainada yengganimizdan keyin mana O'rta Osiyoni qo'lga olyapmiz pechatlar. Mana ko'ryapsan, mana undaqa pullarni pechatlaymiz. Mana pulni mana unaqasini pechatla deb olib kelib tarqatib, mana biz boqyapmiz. Xudo xolis biz bosib olganmiz. Endi deb rasam maqtanayotgan joyida endi Belousov Andrey Belousov shu pozitsiyani qildi. Hammasini ushladi. Birinchi o'g'rilarni haligi vorzakonlarni yo'q qildi. Birinchi. Ana undan keyin mudofaani ushladi. Mudofaani. Temur Ivanovni ushladi. Temur Ivanov Putinni sotdi. Putinda ham qayerdalar bunkerlari bor ekan. Uni ham отчет berasan. Qayerdan olding bu pullarni? Qaysi pullarga qilding? Nima uchun qilding? Bu voyinning byudjeti-ku u bu deb so'roq qiladi hozir. Endi boshlaydi. Agar siyosati o'zgarib ketmasa, mana bunday qiladi. Mana bunday ishlarda olib boryapti hozir. Mana Soyuzni boshladi. 01/2026 yangi pullar chiqarib qo'ygan tayyorlab, endi o'zini qonunni o'tkazyapti. Men bu narsani 2018-yil aytganman. O'zimizni mudofaa ichki ishlarga, meni chaqirib borgan ichki ishlarga, chaqirib borib, lojni pakazlarga statyamani yo'q qilib yuboramiz sizni deb mendan qog'oz qilib olgan. Men o'shanda aytganman. Rossiya dunyoga egalik qiladi deb o'shanda shularga aytganman. Mana eshitganlar bor, o'zlari bir o'ylab ko'rsin. O'shanda men aytganman. Mana bo'ldi, Xudoga shukr. Bo'ldi. Endi bunaqa qilmasa, bunaqangi u ko'r qilib qo'ydi, kar qilib qo'ydi. Prosta energetikasini shunaqangi qurollar qilganki endi bular. Ularda bir quroli bo'ldi. Ishonmasanglar Rossiyaliklardan so'ranglar. Оружие для президента degan narsasi nima u? Juda ham yomon tabletkalar bilan, zaharlaydiganlari bilan shuni оружие deydi. Qo'lini zaharlaydi, o'ldiradi. Undan keyin mana narkotikalarni yashirincha o'tkir miyaga ta'sir qiladigan ichimliklarni qilib kelib beradi. Mana gapira olmaydigan bo'lib qoladi. Fikr, xotira yo'qoladi. Mana shunaqa qilib tashagan ko'p yerlarda. Mana ularni sezib o'tiribdi. Rossiya sezib o'tiribdi, hammasini bilib o'tiribdi. O'zlariga ham shu ishni qilgan, hammasini ushlagan. Mana bu taktikalari yomon ulardi. Bir marazli ishlarni qilyapti-da. Mana endi nima qilyapti? O'sha Venesuelani portlatdi. Ko'rib qo'y. Mana bizning kuchimiz, qudratimiz bor. U terrorizm davlatlarining gruppirovkasida o'zi boshlig'i bo'ladi. Amerika terroristik davlatlarning eng boshliq glavari bo'ladi. Yana hunar qilib nima dedi? Biz chiqishimiz kerak shu gruppirovkada. Mana soppa-soq urush bilan xohlamaydigan sog' avlodlarni bombit qilib nechta odamni yostig'ini quritdi. Mana biz dedi yana Trump maqtanyapti. Biz buyuk davlatmiz. Biz hali qurollarimizni hammasini ishlatmayapmiz. Mana buni Venesuelada ko'ringlar, mana nima qildik deyapti. Endi borib aytadi hali. Belousov Trumpga zivand qiladi. Belarus agar bu ishingni to'xtatmasang, biz Kubadan turib senga shu ishni qilamiz deydi. Mana men aytdi deysiz, ko'rasizlar. Mana shunday deydi hali.